tavba. Hozir bolalarga ham hayronsan, o'quvchilarga hayronsan-a. Bular maktabda o'qishyaptimi, koridorda o'qishyaptimi? Tavba desam tavba. Bitta tarix o'qituvchi dugonam bor. Bir kuni xafa bo'lib dardini aytib qoldi. Tarix darsida bir o'quvchini do'stiga chaqirib so'rabdi. Umrzoqov do'stiga chiqqan. O'tgan darsimizda Buxoro amirligi to'g'risida gapirganman. Hammalaringga tushuntirganman. Qani aytginchi, nechanchi yili, qaysi yili Buxoro amirligini kim olgan, kim bosib olgan, kim olgan debdi. Desa hali Umrzoqov degan o'quvchi, hurmatli o'qituvchi, men qattan bilay. Men olganim yo'q. Nima bo'lsa mendan tunga urasizmi? Ana Erkindan so'rang, balki Erkin olgandir debdi. Desa hali tarix o'qituvchini joni chiqib, endi gapiraman degan ekan, qo'ng'iroq chalinib qopti. O'quvchilar kirib chiqib ketib borishibdi. Shu bilan hali o'qituvchi og'zilari ochilib, o'qituvchilar xonasiga kirib, u o'zi yangi kelgan o'qituvchi ekan-da. O'qituvchi o'zi. O'qituvchilar xonasiga kirib, qaranglar, mana shunaqa bo'ldi. Bitta o'quvchini so'rasam, men olganim yo'q, men qatdan bilay. Men olmagan bo'lsam qatdan bilay, deyapti. Ha, bular tarixni hozirdan bilmasa, keyin kelajakda nima bo'lishadi bular? Qanaqa nima odam bo'lishadi? Desa bitta o'qituvchi konspekt yozib o'tirgan ekan. U boshini ko'tarib, opa, siz ham hayronsiz. Haqiqatda ham olmagandir-da u. Yopishib olasizmi siz ham bitta bolaga? Olgan bo'lsa aytadi, oldim deydi, olmagandir-da haqiqatda ham. deydi. Desa hali tarix o'qituvchisi o'sha dugonam joni chiqib ketadi, joni chiqib tursa zavj etadi. Bata to'paling qilmanglar, hozir ishim ko'pligida meni boshimni qatirmanglar. Olgan bo'lsa o'ynab beradi. Qaqayam olib ketardi, beradi debdi. Desa direktor o'tirgan ekan. Direktor ko'zoynagini shunday olibdi-da, ko'zoynagini olib, men qasmatga kelib qoldim men. Qanaqa o'qituvchisizlar? Tavba, arizamni yozib ketaman shekilli bu maktabdan. O'qituvchi degan ham shunaqa bo'ladimi? Deb hali o'qituvchiga qarab, qaysi sinf o'zi? Desa, ha, 7-V debdi. Desa, ha, 7-V. Yo'q, 7-V olgan bo'lsa bermaydi. Ular qaytib berishmaydi. Debdi. Mana ko'rdilaringizmi? Mana Instagramda kuni kecha bitta savol berildi. Birinchi fazogir kim? Dunyoda birinchi kosmonavt kim? Fazoga uchgansa bitta qiz Pushkin deyapti. Pushkin ekan, Pushkin kosmonavt ekan. Shundan bilib qo'yaveringlar. Axir bu boshlang'ich sinfdan boshlanadi. Koinotda, fazoda o'rgatiladi. O'sha kosmonavtlarda, kosmosda o'rgatayotganda o'sha 3-4 sinflarda shunda ham aytiladi-ku, Yuriy Gagarinligini aytib o'tiladi. Yuqori sinfga o'tgungacha shu narsa qaytarilaveradi. Astronomiyada, rus tilida, shunga taalluqli, fazoga taalluqli, kosmosga taalluqli darslarda hammasida qaytariladi-ku. Yuriy Gagarin birinchi fazogir, dunyoda birinchi kosmosga uchgan odam deb qaytariladi-ku. Men bilmayman. Vafshe qoyil qolyapman. Nima deyishga menda gap yo'q. Tavba qildim.